Barchaga salom treyderlar. Bugun daromadli, sodda, tushunarli strategiyani o'rgataman va asosiysi hech qanday indikatorlarsiz bozor strukturasiga asoslanib ishlaydigan strategiya. Bozor tabiatiga asoslanib, ya'ni to'lqinli tahlilga asoslangan. Xo'p, bu qanaqa strategiya? Trend sening do'sting degan maqolni eshitganmiz. Shuning uchun trendni aniqlashimiz kerak. Buni qilish qiyin emas. Mana bu yerdan boshlasak. Birinchi to'lqin, ikkinchi to'lqin, uchinchi to'lqin. Maksimum, minimum. Mana bu maksimumni yangiladi va minimumni yangilamadi. Shuning uchun bu o'suvchi trend. Bu yerda har bir maksimum yangilanadi, minimum yangilanmaydi. Shunday kelyapti ko'rganlaringizdek. Va mana bu yerda trend o'zgaryapti. Minimum, maksimum, minimum. Mana bu yerda minimum yangilandi, maksimum yangilanmadi. Bu trendni burilishi. Bizning oddiy vazifamiz trendni aniqlab, unga qarshi korreksiyani aniqlaymiz va bu yerga kiramiz. Trend bo'ylab kiramiz. Ya'ni selga. Stop loss mana bu minimumni teparog'ida yoki mana bu minimumni teparog'ida. Bu undan ham yaxshi bo'ladi. Take profit bo'lsa, birinchisi eng yaqin minimumda, mana bu yerda ishlaganmiz. Keyingisi keyingi minimumda. Mana bu yerda. Mana bu minimum ko'rganimizdek. Xo'p, agar minimumlar bo'lmasa tarixda nima qilamiz deganda, Fibonaccidan foydalanishimiz mumkin. Fibonacci'ni tortganimizda eng birinchi bizning take profitimiz mana bu maksimumdan mana bu minimumga tortamiz va birinchi take profit 1.618 bo'ladi. Keyingisi 2 bo'ladi. Undan keyingisi 2.618 va hokazo. 2 ga keldi. Va bu yerda take profit ishladi deylik. Va bu yerda yana razvorot hosil bo'ldi. Birinchi to'lqin, ikkinchi to'lqin, uchinchi to'lqin. Ko'rganingizdek, birinchi to'lqinni yangiladi va bu buy degani. Take profit mana bu maksimumgacha degani. Hammasi oddiy. Shunday emasmi? Keling endi undan ham yana bitta yo'lni topamiz, ko'ramiz take profitni, ya'ni bozordan chiqish nuqtasini. Mana bu yerda trend kelyapti va maydaroq time frame'ga o'tib 15 ga o'taylik. Razvorot trendini topishimiz kerak. Mana bu yerda razvorot trend hosil bo'lyapti kichkina time frame'da. Birinchi to'lqin, ikkinchi to'lqin, uchinchi to'lqin. Va mana buni yangilagandan keyin tepadagi bitimni yopsak bo'ladi. Mana bu yerda yoki stop loss qo'ysak bo'ladi. Bez ubitок. Xo'p, yana bir
qiziq joyi, muhim joylardan biri mayda tayfremda men boya aytganimday mana bu yerda shundoq kirsangiz ham bo'ladi, lekin bu yerda yana filtr, yana bir riskni pasaytirish uchun yana bir instrumentni qo'llasak, ya'ni mana bu yerda ko'rganimizdek trend shakllanyapti. Kichkina tayfremda bu ham trend, o'suvchi trend. Bu yerda ham biz razvorot trendni topsak, yana riskimiz kamayadi, foyda qilish ehtimoli ko'payadi. Birinchi to'lqin, ikkinchi to'lqin minimumni yangiladi. Bu uje razvorot degani. Bu yerda biz bu yer yangilagandan keyin kirsak bo'ladi. Mana bu yerda yoki mana bu yerda. Mana bu yerda kirsak foydaliroq. Nimaga? Chunki bozorda manipulyatsiya degan narsa bor. Bu bozorning ajralmas bir qismi, bundan qochilib qutib bo'lmaydi. Bu nima degani? Bu signallarni ishlamay qoladigan payti. Mana bu holat ishladi bu yerda, lekin bu qaytgandan keyin pastga ketish kerak edi. Lekin bu mana bunday pastga kelib, tepaga ketish ehtimoli ham bor. Yuqori bo'lmasa ham bor. Shuning uchun deyiladiki, risk menejmentga rioya qilinglar, riskni boshqaringlar. Bu bekor gap emas. Shuning uchun muvaffaqiyatli treyderlar bor pulni tikmaydi, aksincha 1%, 0,5%, balkim 2% maksimum tikishi mumkin. Nima uchun? Chunki modellar ishlamay qolish xususiyatiga ega. Uchburchak, bosh va yelka va hokazo. Lekin eng ko'p ishlaydigan strategiyani men hozir sizlarga o'rgatyapman. Bu boshqa hammasidan ko'ra ko'proq ijobiy natija beradi. Ancha ko'proq ishlaydi. Chunki bunda trend bo'ylab harakatlanasiz, trendga qarshi emas. Bu yana riskni tushiradi. Va bozor qonuniyatiga qarab harakatlanasiz. Bozor yo'nalishiga qarab. Hammasi oddiy, sodda. Shunday emasmi? Qanchalik stop loss, nechi punktga stop loss, masalan mana bu yerdan qo'ysak 10 punkt deylik. Qanchalik take profit? 150 punkt. Juda katta. 15 barobar katta. Bu degani 1500%. Bu darslik yoki mini master class sizlarga foydali, daromadli bo'ladi degan umiddaman. Savollaringiz bo'lsa, tushunmagan joylaringiz bo'lsa, izohda qoldiringlar. Keyingi videoda javob berishga harakat qilaman. Foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, a'zo bo'ling. Keyingi shunaqa foydali videolarda ko'rishguncha xayr.